Oqtoshdan yangi joyimiz. Chiroyli qilib kelishtirib beramiz, xudo xolisa. Tashqi basseynlarga hali suv tushmagan. Hozir ichki obzorlarni ham ko'rsatib beraman sizlarga. Kiraverish hol. Bu yoqda basseyn mana, zimniy basseyn, haroratlari zo'r, iliq. Sauna bor, finskiy. Xo'p. Birinchi sanuzel bitta spalniy bor. Qishki oshxonasi. Ikkinchi etaj. Ikkinchi etaj manzarasi zo'r. Hozir balkonini ham ko'rsataman. Bu bilyard bor. Spalniy mana. Sanuzeli bilan. Keyin manzarasi lekin juda ham zo'r. Suv bo'yida joylashgan. Yaxshi. Yaxshi joyda. Bu yoqda detskiy 8 kishilik sanuzel bor. Bu namozxonamiz. 15 kishi xudo xolisa bemalol sig'adi bu joyimizga. 15 kishi. Bilyardlari ham yaxshi. Yangi joy.